Do'stlar, hammaga sizlar bilan yana men Astidia. Bugungi videoda biz Minecraftni qanday qilib sozlash mumkin, ya'ni to'g'ri sozlaymiz Minecraftni. Har xil trikda mana bu yerda knopkalarni paydo qilamiz. Misol uchun mana bu yuradiganni oldida. Yana shu har xil narsalarni qo'shish mumkin-da. Buni qanday qilishni kutayotgan bo'lsangiz, unda biz ketdik, videoni boshladik. Minecraftni birinchi hammaga kerakli joyi, unga kerakli emas, lekin videochilarga kerakli joyi qaranglar. Yerdan so'ng ketaman. Mana shu Stenlegisni ustiga bosasizlar. Keyin bosasizlarki, video degan joyga tushib, mana bu yerda mana shu eng pastda turmaydi, tepada turadi. Mana ko'rdinglarmi? Eng birinchisi oddiy hol. Oddiy bunaqa. Oddiy deganman bunaqa. Tushundinglarmi? Ikkinchisi mana orqadan ko'rinasizlar. Tushundinglarmi? Agar uchinchisini qo'ysak, o'zi boya men turganim shu mana shunday. Tushungansizlar degan umiddaman. Yaxshi, buni to'g'rilab olasizlar istaganinglarda. Agar mana bu Heidi Doll degan Heidi Paper Doll deganni yo'qmas, o'chirib qo'yasiz. Sizlar emas. Mana shu. Mana shuni o'chirib qo'yasizlar. O'chirib qo'ysanglar, mana o'zi qatori qilib mana. Yaxshilab e'tibor qilinglar, mana bu yerdan qo'g'irchoqcha ko'rinadi. Ko'rdinglarmi? Shu yerda qo'g'irchoqcha paydo bo'lib qoldi. Mana shu narsani ham qilsa bo'ladi. Bu blogerlarda ko'rganman. Havasim ketardi o'zim Minecraftni sozlamalariga kirib, ularni yoqib, buzib ham qo'ygan paytlarim bo'lgan Minecraftni. Undan keyin yana tushunib olganman. Agar buni o'chirib qo'ysangiz, o'chib turadi. Undan keyin sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Agar Tronch degan mana shu joyga kirgandan keyin mana buni yoqib qo'ysanglar, mana yerda bitta tugma paydo bo'ladi. Bu nima deb so'rasanglar, buni sal keyinroq aytaman. Undan oldin mana bu ekran sozlamalarini qilib olamiz. Qaranglar. Mana shuni bossanglar, mana. Men hozir pluschalikda o'ynayman. Agar mana bu, mana shunaqa. Mana bu, mana. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy. Shunday boshqaradigan. Agar mana bunda ham mana shunda pluschalik qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunga o'tkirasizlar. Bunaqa bo'lmaydi, chunki bunda pluschalik bor-ku. Mana shunda pluschalik qilmoqchi bo'lsanglar, mana shunga o'tkirasizlar. Undan keyin sal pastroqqa tushsanglar, Splint Controls degan joyi mana shunday o'tib turadi, menimcha yoqib qo'yasizlar. Mana, ko'rdinglarmi? Mana bosib tursanglar chopadi, ursanglar bitta bossanglar uradi, mana. Bosib turinglar, chopadi. Ko'rdinglarmi? Juda ham zo'r narsa bu. Menga lekin qulay emas. Sizga qulay bo'lsa bemalol o'ynay. Ekranni bosib tursangiz boyaki qiladi, chopadi. Bitta bossangiz shunday uradi, oddiy. O'zi pulschalikda bunday qilib urib bo'lmaydi narsalarni. Bunda urib bo'larkan. Yaxshi. Mana shunday qilib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Istasangiz pulschalik qiling, lekin men uchun pulschalik yaxshi. Agar Splint Controls'ni o'chirib qo'ysangiz, o'sha eski holiga, dumaloq holiga qaytib qoladi. Agar bosib turib bunday qilsangiz, yonbosh yuraveradi. Agar bunday qilsangiz, bu yoqqa. Bunday qilsang orqaga yonbosh. Mana 2 marta bossangiz o'tiradi. O'zinglar chiqalab tushunib olasizlar. Men uchun eng qulayi shu oddiysi.
Oddiysi emas, mana bunisi. Mana shusi. Yaxshi pulschalik. Agar mana bu Conts Controls'ni yoqib qo'yasizlardan keyin mana shu chiqib keladi. Chiqqandan bitta bossangiz qaranglar. Sizlarda joy paydo bo'ladi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? So'rish mumkin. Mana bu yerlarni ham to'g'irlash mumkin. O'zingizga qulay qilib to'g'irlab olasizlar. Istaganday qilib. Mana. Hozir men mana buni bitta bosib kattartirishim mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Kattaradi, kichkinaradi, kattaradi, kichkinaradi. Istaganingizday qilasizlar. Bunga farqi yo'q. Xullas qaranglar. Mana buni bosib rangini sal to'q qilishim ham mumkin. Mana rangiga qarab turinglar, ko'ryapsizlarmi? Mana shuni ustiga bosasizlar, mana shuni ustiga bossanglar, mana rangini to'q qilib bo'ladi. Ba'zida bu ishlamay ham qolar ekan. Ha, ishlayapti. Mana rangini to'q qilib qo'yamiz. Hammasini rangi to'q. Endi qiynalmaymiz. Ko'rishga oson bo'ladi. Agar qilib bo'lganingizdan keyin doneni bossangiz tamom. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana bu manirroqda turgan edi. Mana shu turburchakcha oldinroqdami turgan edi. Hali hammasi boshqacha bo'lib qolgan. O'zinglar sezgan bo'lsanglar kerak. Endi sizlarga yana bitta sirini ochaman Minecraftni. Agar mana shu trochka o'tib pastroqqa tushsangiz, pick block degan joyi bor. Bilasizlarmi? Mana pick block, mana shu pick block, mana pick block tepasida. Buni yoqib qo'ysanglar, pick block degan narsani qaranglar. Bu faqat kreativda ishlaydigan narsa. Ko'rdinglarmi? Mana. Shuni tutasizlar, bitta bosasizlar nusxalaydi. Bitta mana tosh bor ekan. Bitta bosasizlar nusxalaydi. Tamom. Agar qo'lingizlar misol uchun boshqa narsada turgan bo'lsa, nimadan misol uchun hozir ko'rsataman sizlarga. Sizlarning qo'llaring mana bu nima edi? Bambukda turibdi xullas. Agar sizlar shag'al bor, shag'alga bunday qilib o'tkazishni xohlamasangiz, shuni shag'alga tutasizlar. Bitta bossangiz o'zi avtomatik o'tib qoladi shag'alga. Tushundinglar degan umiddaman. Yaxshi, undan keyingi sirini ham ochaman sizlarga. Bu sir jonlida juda ham kerak bo'ladi. To'g'rirog'i survival o'ynaganda bunda hech qanaqa baska o'tkazmaymiz. Shu turaveradi, gamida turadi. Creative survival. Qaranglar. Agar sizlar o'lasizlar-ku, o'lganlaringni boyakilar saqlanib bo'lib qoladi elementaring. Qanday qilib desanglar, mana chats degan joy bor, cheat deyiladi to'g'rirog'i. Shu chats degan joyidan istagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Qanday qilib deymiz? Hozir command block in bold. Tushunmadim bunga. Suv bu. And drop load. Qayiq menimcha bu. Tushundim. Mob griefing. Bunga ham tushunmadim. Mob spawnni agar o'chirib qo'ysangiz, moblar umuman spawn bo'lmaydi. Faqat va faqat siz yurasiz. Ishonmaysizmi? Hozir sizga ko'rsataman. Mana nima desak ekan. Hozir bir o'chirib yoqdimmi mana. Ko'ryapsizlar, panda turibdi. Tamom, mobsiz o'ynaysizlar. Umuman qishloqda ham hech nima yo'q. Ishoninglar. Turaveradi o'zida. Chats degan joygacha tushasizlarda mana. Mob agar mana bu Alvers day degan joyda o'qib qo'ysanglar,
kun turaveradi, tun bo'lsa tun turaveradi, ana shunday. Umuman kechqurun ham bo'lmaydi, ertalab ham bo'lmaydi, shunday bo'laveradi. Mana mops fanni o'chirib qo'ydik. Ayiq turarkan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qani bitta hayvon bormi shu yerda? Ayiqni oldiga boraylikchi, bormikan? Heyli ayiq ham yo'q bo'lib qoldi, ko'rdinglarmi? Hadi, hech narsa yo'q bu o'yinda, tamom. Umuman hech nima yo'q, tamom. Ko'rdinglarmi? Shunday. Agar siz o'lganingizda inventarni saqlanib qilishdan ketayotgan boshqa narsalarga ketib qolibman. Buni yoqib qo'yamiz, chunki kerakli. Agar ana shuni yoqib qo'ysa, kun turaveradi, bu o'chib qolganini. Kun turaveradi. Agar mana shu narsa o'zi sizda o'chiq turadi. O'chiq turadi mana shu narsa. Mana shu narsani keep inventory degan narsani yoqib qo'ysangiz, ko'rsataman sizlarga hozir. Mana jolidaman, qaranglar. Menda nimalar bor, eslab qolinglar. Esladinglarmi? Ketdi. Hozir o'lamiz. O'lishning eng oson usulini sizlarga ko'rsataman. Agar lava bo'lsa yaxshiroq edi. Hozir lava olib olaylik. Endi lava ko'rdinglar. Sizlarga o'lishning eng oson usulini ko'rsataman. Jolidaman. Mana. Tagimga lava qo'ydim, kuyapman. O'zim, ko'ryapsizlar. Mana. Hamma narsalar o'zimda. Mana ko'ryapsizlar, hamma narsalar. Ko'rdinglarmi? Bu juda ham yaxshi narsa. Agar jolida 1000 ta olmosingiz bo'lsa, 1000 ta olmos ham o'zida qoladi. Do'stlar, shunday qilib videomiz tugadi. Xayr do'stlar, sizlardan iltimosim like bosib obuna bo'ling.